Assalamu alaykum, hörmətli görməyənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramına xoş gəldiniz. Mən Muhammed Əzət. Aldı bilan xəbərlərimizdən asasi məzmunlarını tanışdırırıq. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidagilar prezidentning kelimat elchisi John Kerryni zulmga ko'z yumish bilan aybladi. Bengaldagi faoliyatchilar Xitoyning Uyg'ur musulmonlari qilgan vahshiy jinoyatlarga qarshi namoyish qildi. Xitoyning Chexdagi bosh elchixonasi Dunyo Uyg'ur qurultayini bo'lginchilik bilan aybladi. Kishilik huquqni kuzash tashkiloti Beijing Olimpik musobaqasini mablag' bilan ta'minlovchi shirkatlarni Uyg'ur masalasida Xitoyga besim ishlatishga undadi. Angliyadagi musulmonlar Uyg'urlarni qo'llab 5000 kishilik namoyish o'tkazdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Fox xəbərlər to'rining 11 noyabrdagi xabar qaraganda, çarşamba kuni Amerika bilan Xitoy klimat o'zgarishi masalasida kelishim hosil qilgandan keyin Cumhuriyetçiler Partiyasi prezidentining klimat elchisi John Kerryni kishilik huquq tafsirlanchiligiga ko'z yumdi deb ayblagan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq sobiq bosh elchisi Nikki Haley Kerryni o'zining radikal klimat kun tartibini ilgari surish uchun Xitoy ishg'oliyatidagi Sharq Turkistondagi qulluq amgakini qabul qilishdan yonmadi deb ayblagan. Cumhuriyetçiler Partiyasidagilar bu xil ayblashlarni o'tirib qo'yishdan bir kun ilgari Amerika bilan Xitoy parnik gazi qo'yib berishni azaytish xususida kelishim hosil qilgan edi. Ikki davlatning yillik karbon qo'yib berish miqdorining dunyodagi karbon qo'yib berish umumiy miqdorining 40% ni egallaydiganligi ma'lum. Halbuki Amerika Davlat ishlar mahkamasining bayonotchisi mazkur tanqidlarga qarshi oldi. Kerryni aqlab, sekretar Kerryning dastlabki aytganidek Amerika bilan Xitoyning klimat krizisini hal qilish jihatda o'rtaq manfaati bor. Gerçi boshqa muhim masalalarda oramizda tub farqlar mavjud bo'lsa-mu, ammo yanada masalani hal qilgudek vaqtimiz bor degan. Aynan News to'rining 12 noyabrdagi xabariga ko'ra, Bengalning har qaysi joylarida 1-Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganligining 88 yilligi. 2-Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganligining 77 yilligini xotirlash munosabati bilan bir qator faoliyatlar o'tkazilgan. Ve faoliyatchilar bu jarayonda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi asosliqi Uyg'urlardan tashkil topgan yerlik musulmonlar qilgan vahshiy jinoyatlarni ayblagan. Xitoyning oshqun millatchi taratqulardan yer shari vaqt kezi to'rining 12 noyabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoyning Chexdagi bosh elchixonasi Dunyo Uyg'ur qurultayining Chex Jumhuriyatida Xitoyga qarshi faoliyatlarni uyushtirganligiga qattiq e'tiroz bildirgan. Yer shari vaqt kezdi mazkur maqolasida yana Dunyo Uyg'ur qurultayini atalmish Xinjiang rayonini bilib olish g'arizi bor. So'ravan terrorchi bo'lginchi tashkilot deb atagan. Xitoyning bu yerda nazar tutqani Dunyo Uyg'ur qurultayining navbatda Chex Jumhuriyatining poytaxti Pragada o'tkazilayotgan 7-navbatlik umumiy vakillar qurultayi edi. Mazkur maqolada yana ikki davlat munosabatining sog'lom va muqim taraqqiy qilishiga sharoit yaratish uchun Xitoy Chexdagi kishilarni Dunyo Uyg'ur qurultayining Xitoyga qarshi mohiyatini tushunishga ve bölgünçilik faaliyetlerini qo'llamaslik orqali xalqaro qonun ve xalqaro munosabat mezonlariga amal qilishga chaqirdi deyilgan. Reuters agentligi to'rining 12 noyabrdagi xabariga ko'ra, Nyu-Yorkdagi kishilik huquqni kuzash tashkiloti 12 noyabr 2022 yillik Beijing qishliq olimpik harakat musobaqasini mablag' bilan ta'minlagan shirkatlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlarni ko'rmasga soldi deb ayblagan. Mazkur tashkilot yana to'g'ri o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida 4 fevraldan 20 fevralgacha Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik musobaqasining asosliq mablag' bilan ta'minlovchilarining sohibxon davlat, ya'ni Xitoy sodir qilgan kishilik huquq tafsirlanchiligiga qarta Xitoy hukumatiga va Xalqaro olimpik komitetiga besim ishlatish kerakligini o'tirib qo'ygan. Mazkur xabarda ko'rsatilishicha, o'tkazilgisi olimpik musobaqasini mablag' bilan ta'minlagan 13 cho'ng olimpik shirkatlarining ichida Coca-Cola, Intel qatorliq davlat alqagan shirkatlar bor bo'lib, ular mazkur musobaqani jami necha 100 million dollar mablag' bilan ta'minlagan. Hindistondagi siyosat kundalik gazeti to'rining 14 noyabrdagi xabariga ko'ra, 11 oyning 13 kuni Angliyadagi 50 dan ortiq musulmon tashkilotlari birlashib, Londonda Uyg'urlar uchun dasturli temasida 5000 kishilik namoyish tashkillab, Xitoyning yillardan buyon Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblagan. Mazkur namoyishga Angliyadagi ta'sirdor shayx, da'vatchi va faoliyatchilardan Haysam Al-Haddad, Muhammad Hijab, Salman Bat, Muazzam Bey qatorliqlar qatnashgan bo'lib, tövəndikisi şularning ichidagi yosh da'vatchi Muhammad Hijabning so'zlaridan ba'zilaridir.
Bizning hali ham bundaq hodisa, ya'ni irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan davrda yashayotganligimiz ajoyib ish emasmi? Bu ish Xitoydagi bir davlatda, ya'ni Xitoy ishg'oliyatidagi Sharq Turkistonda yuz beryapti. Bu yerda ayollar bosqinchilik uchirmoqda. Balalar oilasidan ayirib etilmoqda. Badan a'zolari elib olinmoqda va kishilar jazo lagerlariga solanmoqda. Shundaq turqliq ular, ya'ni Xitoy bizni bu ishlarga vaqtlaach qo'l qo'shtirib turdi deb o'ylamdi. Men Xitoy hukumatiga va Xitoy Kompartiyasiga bir gapni deb qo'yay. Senlar hukumatlarni tizginlay olishing mumkin, ammo dunyo miqyosidagi millionlagan musulmonlarni tizginlayolmaysan. Sen o'zingcha o'zimning ishg'oliyati ostidagi osonliklarga xohlagancha ziyonkashlik qila olayman va bular, ya'ni musulmonlar bu ishga aralashmaydi deb o'ylayapsan. Sen o'z kuchingga ishinib, Uyg'urlarga xohlaganimni qila olayman. Hech kim menga g'iding-piding qila olmaydi deb o'ylayapsan. Sen o'zingcha Uyg'urlarga qarshi urush qo'zg'allik, musulmonlarga qarshi urush qo'zg'allik emas deb o'ylayapsan. Men bugun bor g'azabim va jasoratim bilan Xitoyga aytib qo'yayki, sen musulmonlarga qarshi urush qo'zg'ading va biz sening ustingdan g'olib kelguchi bo'ldi qilmaymiz. Ey Xitoy, sen aytib qo'yay. Sening eng yaxshi tanlashing Mo'ng'ullarga o'xshash islomga kirishdir. Sen Qur'onning stoviga qaraganda jannatni ko'radigan dushmanni, ya'ni biz musulmonlarni hargiz yengolmaysan. Biz o'limga parvo qilmaymiz. Bizni shahid bo'g'ili qo'y. Sen bizni yengolmaysan. Biz yengilmas raqiblarmiz. Aslida sen Uyg'urlardan hayotning haqiqiy muddaosini, ya'ni yagona bir Allohga ibodat qilishni o'rganishing kerak. Sen bugun la ilaha illalloh kalimasini masjidning munorlaridan ilib etaligining bilan uni mu'minlarning qalbidan ilib etmaysan. Sana yana bir qatim aytib qo'yay. Bu, ya'ni sening mag'lubiyating faqat vaqt masalasi xolos. Musulmonlarni dushman qilib bilish oqilonalik emas. Tarix qarab bak. Musulmonlarga yengilgan Parislarning, Rimliklarning va Mo'ng'ullarning holiga qarab bak. O tarix yana takrorlandi. Sen yengilasan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mu'minga nisbatan bir-birini chingitib turadigan bir binoga o'xshaydi degan. Men Uyg'urlarning kulturi to'g'risida ko'p narsa bilmayman. Ammo men shuni bilamanki, biz Uyg'urlar uchun bu yerga keldik. Va toki adolat barpo qilinganiga qadar to'xtab qolmaymiz. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.